Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana navbatdagi obyektga keldik. Xo'sh, bu yerda 3 ta qozon joylashgan. Endi esa hozir bunga o'pish qancha xarajat ketgan, necha kvadrat kafe ketgan, Usta akamdan so'rab olamiz. Usta aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Ahmadjon akani aziz podpischiklari, kuzatuvchilari. Demak, bu obyektimiz 3 ta qozon, bittasi eshitmasaga mo'ljallangan bo'lyapti. Hozirgi kunda Angren sharoitda uch o'tiradiganlar uchun demak narxlarini tanishtirib o'taman. Qozonlarimiz hozirgi kunda Magnit xos tovarda yaxshi qozonlar. 100 litrli qozon narxi 450 mingdan 500 minggacha bor. 16 litrli qozonlardagi demak 150 mingdan 200 minggacha. 80 litrli qozonlar esa 350 mingdan 400 ming atrofigacha boradi. Pastda chugunda eshiklari keladigan bo'lsak, komplektda demak 6 ta bo'ladigan bo'lsa 450 ming 500 ming atrofiga borib qolyapti. Kafillarimiz demak lyuks keramika kafillari. Birinchi sortda emas bu kafillar, ikkinchi sort kafillar hisoblanadi. Bularning narxi 30 mingdan olinyapti kvadratiga. Hozir shu turishda shu uchog'imizga где-то bir 15 kvadrat atrofida kafil ketdi. Shunda agar hisob kitob qilinadigan bo'lsa 15 kvadrat kafil 450 ming bo'lyapti. 8 qop kafilni kirib ketyapti, ASM X hamda 2 qop sement. ASM X usulini ya'ni 26 ming so'mdan. Sementimiz esa 32 ming so'mdan konchidan olyapmiz. Bundan tashqari yana ichiga o'sha kuldonlar ya'ni kadasnik yasattirganmiz. Bu kadasnikimiz o'zining materiali ichida 200 mingga tushgan. Yaxshi, endi bu usta haq qancha bo'lyapti? Usta haqiga hamma qiziqadi. Endi to'g'risini aytamiz, biz kafil obshirlar qilishga kelganmiz. O'zimiz ham uchoqlar qurib boramiz. O'zimizning uchoqlarimiz tochkasi 1 million 200 ming so'mdan 1,5 milliongacha boradi bitta qozon tochkasi. Demak, bu hozir bizdan boshqa ustalar ham bor. O'sha ustalar qilgan bulardagi tochkasi 700 ming atrofida qo'yilyapti, ya'ni 2 million 100 mingga qurib ketgan. Bundan tashqari bu yoqqa добавка qilganimiz bu рабочий stol hisoblanadi. Buni o'zingiz qurib chiqdingiz, рабочий stolni alohida. Tagiga o'tinga moslangan, bemalol o'tin taqib qo'yiladi. Kafil urilish kerak emas. Bu yerda egalar xohishiga ko'ra. Senda hozir kafe holatda 1 million 200 mingdan deyapsiz-a? Bu shoh holatdan siz kafe holatiga keltirib berdingiz. Ha, bu bizning ishimiz emas. Lekin o'zimiz xohlagan figura, xohlagan fasonda chiqarib bera olamiz. Bu faqat hozirgi kunda Angren, Ohangaron olmalar bo'yicha xizmatlarni ko'rsatyapmiz. Hozircha O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz yo'q. Nasib bo'lsa O'zbekiston bo'ylab chiqib qolamiz. Yaxshi. Xo'p, endi buni YouTube'ga joylab qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa sizga telefon qilish mumkin bemalol albatta. Nomeringizni yozib qoldiramiz. Xo'p, mana 3 ta qozon, rabot stol va rabot stol ustidagi usta akamiz Xurshid.